Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Ahtamad Qamov va John Deere 6140 B seriyali traktori O'zbekistonda turibdi, Chirchiq zavodida. Shuni obzor qilishga kelganmiz o'rtoqlar. Juda ham katta traktor, narxi ham arzon. John Deere traktorlarining ichida eng arzoni, eng byudjetniy varianti mana shu bo'lyapti, chunki ko'p joylari uprashshonniy traktorni, ko'p elektronikasi yo'q, shuni hisobiga eng arzoni bo'lyapti. Lekin основной kerakli traktorchilar uchun, fermer uchun kerakli funksiyalari qolgan. Uni ko'rinishini qaranglar, kattaligini. Oldi ham prostoy qilib yasalgan. Men buni ko'rib chiqdim. Servislarini, masalan, filtr almashtirish, boshqa narsalar, moylarni tekshirish, hammasi juda ham oson. Boshqa traktorlarga qaraganda, masalan, Keysning Holland yoki ana bu klasslarga qaraganda buni servisi juda ham oson. Eng prostoy traktor qilib ishlangan. Sotib olayotganlaringizda servis xizmatlari ham bor ekan, 1 yilga 1000 motosoat. Keyin sotib olganlaringizdan keyin menimcha NDS ni ham qaytarib bersa kerak, to'lagan NDSlaringizni o'rtoqlar. 6 ta silindrlik 140 ot kuchli traktor, Common Rail sistema turibdi. Kattaligini qaranglar, menga yoqqani borku, mana bunday qilib osongina havo filtrini almashtirirsalaringiz bo'ladi. Mana chiqadi, bo'ldi. Havo filtri yechildi joyidan va yana shuni qo'yib qo'yasa, buni yopgandan keyin osongina yopiladi. Qarangizlar, bu yerda suv radiatori, turbo kompressorda turbo interkuler radiatori, moy radiator, konditsioner radiatori. Mana bu kichkina radiator, buni topolmadim, nimaligini, balkim korobkaniki yoki boshqa joydagi bo'lishi mumkin. Uni agar bilsalaringiz kommentariyada yozib yuboringlar. John Deere o'zini ofitsial akkumulyatori, massa sistemasi, bu yerda konditsioner, kabinani ichidagi konditsionerni boshqaruv sistemasi. Traktorda og'irligi 4 tonna 450 kg shunaqa chiqyapti. Traktorda uzunligi esa 4 metr 73 sm, balandligi 3 metrga yaqinroq ekan. Kattaligini qarangizlar. Topливный baki, solyarka baki bu yerda. Solyarka baki 255 litrmi, shunaqa bo'lyapti. O'rtoqlar, avvalgi traktorlarda bo'lmagan mana bunaqa zashtasi, buni tagida temir turibdi. Mana bunday qilib himoya qilingan. Temir, boshqa narsalar yoki toshlarni ustiga yurib ketganlaringiz ham plastmassa bak teshilib qolmaydi. Traktor 100% Xitoyda sborka qilingan, lekin ishlab chiqarilgan hamma narsalari Amerika, Meksika, har xil davlatlarda ishlab chiqarilgan ekan. Sistemalarni ko'rib chiqdim. Bu yerda mana bu topливный separatori turibdi. Topливный injektori Common Rail, Germaniyani Bosch degan injektorlar turibdi bu yerda. Mana bunaqa ventilyatori. U tomondan ko'raylik. Keyin o'rtoqlar, starter 12 voltlik bu yerda. Mana bu yerda ko'rsalaringiz, Fransiyadami chiqargan mana bu krishkasi. Motorni o'zi bu tomonda ko'rinib turibdi, Meksikada sborka qilingan. Generatori John Deere, konditsioner kompressor John Deere'dagi, generatorni ko'rsatilmagan ekan o'rtoqlar. Mana shunaqa katta traktor. Yangi turibdi. Hammaga nasib qilsin shunaqa traktorlar fermerlarga, akalarga. Razmerlari oldi balon 380-85 R24, orqa balon esa 460-85 R38 bo'lyapti. Orqa naveskamiz 3 tonna 300 dan 5 tonna 600 gacha ko'tarar ekan tepaga. Vom обороты esa 540 ming оборотlik. Oldi ham, orqasi ham blokirovka bo'ladi. Mostla blokirovkada ishlaydi. Gidrosistemamiz 3 ta seksiyalik. Parker turibdi bu yerda. Mana ko'ryapman, Parker Angliyaniki juda ham ishonchli trosli sistema turibdi. 3 ta oldiga, 3 ta orqaga. Bitta narsasi, bu yerda gidro sistema bilan transmissiya hammasi bitta moy sistemada ishlaydi. Masalan, orqaga naveska qo'shsalaringiz, John Deere o'ziniki yoki sifatlirog'ini qo'shish kerak bo'ladi. Chunki agar eski traktorlarni qo'shsalangiz, uni eski traktorda moy buni korobkasiga o'tib ketishi mumkin. Korobka buzilish ehtimoli bor agar eski moy yoki musor ketib qolsa. Lekin gidrosistemani mana bunaqa katta filtr turibdi. Ko'ryapsiz, osongina bu ham yechiladi, osongina almashtirsa bo'ladi o'rtoqlar. Kelinglar, traktorni yon tomondan mana filtrlarni ko'rasiz, osongina yechiladi, moy solish, moyni tekshirish bu yerda. Separ filtrdan agar suv turgan bo'lsa, suvni chiqarib tashlasa bo'ladi.
havo filtrini ko'rsatdim. Zapravishniy otseklari ham juda oson qilingan. Yuqorilari ichi. Mana ovozdan qaranglar. Yopilishini ko'rlaymi? Tak, ichiga kiramiz. Ichi ham prostoy qilib ishlangan o'rtoqlar. Informatsion paneli 40 ko'rsatilgan. 30 ko'rsatilgan, 40 tezlikgacha ham ketishi mumkin ekan. Bu yerda pavorot signallarini bosish, chiroqlarni yoqish, oldi, orqa dvorniklarni ishlatish, faralarni yoqish, shunaqa pavorotniga ham mana shu yerda qo'yilgan. Korobka mexanический korobka turibdi. Tak, 3 korobka mexanический turibdi, 24 ta oldiga va 8 ta orqaga. Böyle пониженный, повышенный и bu tomonda ham mana bor. Qo'shimchasiga 3 ta o'sha gidravlika seksiyalarini boshqarish va naveskani ko'tarib tushirish. O'rtoqlar, traktorda ortiqcha keraksiz narsa yo'q. Eng asosiy traktorchi uchun, fermer uchun eng asosiy narsalar o'zi hammasi bor. O'rindiqni joyini o'zgartirsa bo'ladi. Blokirovka qilib yoki bitta balonni blokirovka qilib ajratib qo'shib aytsa bo'ladi. Сцепление, gaz va gazni bu tomonda. Uproshchенный traktorni John Deere. Eng keraklisi qizib ketsalaringiz hamda mana qo'shamiz. Hop. Konditsioner o'zida bor. Sovutib qo'ysa, tak buni o'chiraylik. Mana maksimalniy sovuqlik qanchaga? O'zi konditsioner ishlayapti o'rtoqlar. Faqat magnitofon qo'yilmagan ekan. Agar traktor yoqqan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiraman, firmani bemalol sotib olsalaringiz bo'ladi, kelib o'zini ko'rsangiz bo'ladi. U tomonda John Deere traktorlari ko'p to'lib yotibdi. Xohlaganlaringizcha sotib olsalaringiz bo'ladi. Balkim skidka ham qilib beradi agar ko'proq olsalaringiz.